Ko'pchilik oiladagi muammolar va asabiylikni xarakter bilan tushuntiradi, lekin ko'p hollarda asosiy sabab umuman boshqa joyda yashiringan bo'ladi. Odatda biz moliyaviy masalalar yoki shunchaki charchoqni ro'kach qilib, psixologik yechimlar izlaymiz. Amaliy tibbiyot va neyrobiologiya bu masalaga butunlay boshqacha qaraydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tushunmovchiliklar ortida biz bilmagan yashirin biologik omillar juda katta muhim rol o'ynaydi. Er yoki xotinning tanasidagi oziq moddalar tanqisligi va gormonal o'zgarishlar insonning xulq-atvorini sezilarli darajada o'zgartiradi. Qisqa qilib aytganda, ba'zida biz bir-birimizni tushunmayapmiz deb o'ylaymiz. Aslida esa organizmda energiya juda kamaygan bo'ladi. Natijada arzimagan muammolarni ham xotirjam hal qilish qiyinlashadi. Bugun biz er-xotin salomatligi oila muhitiga qanday yashirin ta'sir o'tkazishini ilmiy faktlar orqali tahlil qilamiz. Keling, avval erkaklar fiziologiyasiga e'tibor qaratamiz. Oila boshlig'i ishdan qaytgach, ko'pincha suhbatlardan qochadigan, hamma narsaga loqayd va faqat dam olishni xohlaydigan holatda bo'lishi mumkin. Bunga ko'pincha oddiy e'tiborsizlik deb baho beriladi. Ammo endokrinologiya buni biologik himoya rejimi deb tushuntiradi. Erkak kishining ijtimoiy faolligi, energiyasi va tashabbuskorligi asosan ikkita gormonga, testosteron va dopaminga bog'liq. Noto'g'ri ovqatlanish, harakatsizlik va surunkali stress oqibatida bu gormonlar darajasi pasayib ketadi. Testosteron tushib ketganda miya avtomatik ravishda energiyani tejash rejimiga o'tadi. Erkakning jizzaki bo'lib qolishi yoki uy yumushlariga qiziqmasligi bu faqat xarakterga bog'liq emas. Ba'zi hollarda bu jismoniy quvvat va gormonlar yetishmovchiligi kabi biologik omillar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Endi ayollar organizmidagi jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Ayol kishining ba'zida arzimagan narsalarga asabiylashishi yoki yig'lashi orqasida ham aniq fiziologik sabablar yotishi mumkin. Ayol organizmi homiladorlik, tug'ruq, emizish va har oylik sikllar davomida juda katta miqdorda oziq moddalarni yo'qotadi. Bular orasida ayniqsa temir, magniy va B guruh vitaminlari muhimdir. Temir moddasi pasayganda qon miyaga yetarlicha kislorod olib bora olmaydi. Kislorod yetishmaganda esa asab tizimi haddan tashqari sezgir bo'lib qoladi. Bunga muntazam uyqusizlik oqibatida ortgan kortizol gormonini ham qo'shsak, asab hujayralari doimiy taranglik holatida ishlaydi. Natijada eng oddiy vaziyatlarga ham vujud kuchli emotsional reaksiyalar qaytarishni boshlaydi. Oila muhiti haqida gapirganda eng muhim jihatni unutmaslik kerak. Bu bolalar. Ilm fanda kortizol sinxronizatsiyasi degan tushuncha mavjud. Buni juda oddiy tushuntirish mumkin. Ya'ni stress hammaga yuqadi. Agar er va xotin charchoq hisobiga doimiy ravishda yuqori stress holatida yashasa, uyda asabiy fon paydo bo'ladi. Bolalar bunga juda ta'sirchan. Bolaning miyasidagi ko'zgu neyronlari ota-onaning yuz ifodasi, nafas olishi va ovoz ohangidagi taranglikni o'qiydi. Natijada ota-ona bolaga umuman urushmasa ham, bolaning o'zida stress gormoni osha boshlaydi. Bola sababsiz injiqlik qilishi, diqqati pasayishi va immun tizimi zaiflashishi mumkin. Ya'ni kattalardagi jismoniy charchoq butun oilaning xotirjamligiga daxl qiladi. Shuning uchun oilaviy munosabatlarni barqarorlashtirishda psixologik suhbatlar ham bir qatorda organizmning biologik ehtiyojlarini ham qondirishi zarur. Tana o'zida bazaviy xotirjamlikni his qilmas ekan, hissiyotlarni boshqarish juda qiyin bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda kundalik hayot tarziga oddiy, lekin kuchli o'zgarishlar kiritish kerak. Birinchidan, uyqu rejimini to'g'irlash. Qondagi kortizol darajasining tushirishning yagona va eng tezkor yo'li bu vaqtida sifatli uxlashdir. Uyqu biologik xotirjamlik poydevoridir. Ikkinchidan, asabiylikni sun'iy ravishda kuchaytiruvchi shirinliklar va tezpishar uglevodlarni keskin kamaytirish. Uchinchidan, miya va asab hujayralarini to'g'ri ishlashi uchun ratsionga sifatli yog'lar, yong'oqlar va oqsilga boy mahsulotlarni qo'shish lozim. Biroq organizmda chuqur tanqislik yuzaga kelgan bo'lsa, uni faqatgina oziq-ovqatlar bilan tiklash uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Shu o'rinda organizmni qo'llab-quvvatlash uchun aniq maqsadli tabiiy yechimlardan ham foydalanish tavsiya etiladi. Erkaklarda energiya almashuvini yaxshilash hamda ayollarda gormonal barqarorlik va vitamin tanqisligini to'ldirishda oliy navli ozuqaviy qiymati baland palmagul changi juda foydali vosita bo'lishi mumkin. Asab tizimini bevosita oziqlantirish, miyani tinchlantirish va hujayralarda kislorod aylanishini yaxshilash uchun esa omega-3 ga boy zig'ir yog'i yaxshi yordam beradi. Bu kabi sifatli ozuqalar hayot tarzidagi ijobiy o'zgarishlar bilan birgalikda asab tizimini barqaror va xotirjam ishlashi uchun mustahkam zamin yaratadi. Ba'zida yaqinlarimizning asabiylashishini e'tiborsizlik yoki mehrsizlikdan emas, balki shunchaki jismoniy charchoq va quvvat tugaganidan darak beradi.
Muammolarda bir-birimizni ayblashdan oldin organizmimiz nimaga muhtojligini tushuntirishga harakat qilaylik. Sog'lom tana sog'lom munosabatlar asosi demakdir. Ushbu tahliliy ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni oila xotirjamligini qadrlovchi yaqinlaringiz bilan ulashing. Mahsulot bo'yicha batafsil ma'lumotni video ostidan topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.